Hammaga salom do'stlar, hammamiz sevgan Handalak duetidagi Ortiq Sultonovga shunaqa ta'rif berilgan. O'nlab shogirdlarning ustozi, qiziqchilarni olimi, olimlarda qiziqchisi. Endi esa men mashhur kinoijodkor James Cameronga shunga o'xshash ta'rif bermoqchiman. U rejissyorlarning olimi va olimlarning rejissyori. Uning filmlari ilmiy jihatdan juda chuqur ishlab chiqiladi. Filmlardagi ma'lumotlarning aniqligiga hatto haqiqiy olimlar ham qoyil qoladi. Filmdagi personajlar va umumiy falsafa esa chinakamiga dohiyona. Uning filmlari doim ham wow effektini bermasligi mumkin, lekin bir narsa aniq, Cameron doim juda aqlli ssenariy tuzadi. Bugungi video Cameron haqida emas, uning filmidagi bitta salbiy personaj haqida. Uning ismi polkovnik Colonel Miles Quaritch. Men shunchaki uni polkovnik deyman. Avatar filmining bosh antagonisti. Cameron o'zining boshqa filmida Terminatorni xuddi odamdek tasvirlaganda, bu filmda esa u haqiqiy odamni xuddi Terminatordek tasvirlagan. Polkovnik bu eng shafqatsiz va sovuqqon odam, mutlaqo hissiz o'lim mashinasi, to'xtatib bo'lmaydigan urush va adovat ramzi. O'toj. Butun boshli xalqni qon qaqshatayotgan paytda ertalabki qahvasini ichib oladigan odam. Film oxirida uni o'ldirishganida nihoyat tinchlik davri boshlanadi. Qiynoqlar davri tugadi. Ikkinchi qismning boshidayoq polkovnik qaytadi. Ma'lum bo'lishicha, polkovnik uchun maxsus avatar yaratilgan va polkovnik endi o'sha avatarning tanasida. Hattoki komikslardagi Darkseid ham bunchalik oson tirilmaydi. Shu tarzda polkovnik ikkinchi qismda ham, uchinchi qismda ham yovuz bo'lib qoldi. Har bir qismda u bosh qahramon Jek Sully va uning oilasiga xavf soladi va juda ko'p qon va ko'z yosh to'kilishiga sababchi bo'ladi. Hattoki yosh bolalarga ham achinmaydi. Men bolangni jon deb o'ldiraman. Meni bunga majbur qilma. Hattoki o'z bolasiga ham rahmi kelmasa kerak. Qo'yib yubor. Bo'lmasa o'ldiraman uni. U bilan meni nima ishim bor? U meniki emas. Yo'q. Yo'q, rahmi kelarkan. Mana shu sahna meni qiziqtirib qo'ydi, chunki shu joyda men ilk bor bu odamda odamiylikni ko'rdim. Balki sizlar bu narsani boshqa sahnalarda ham ko'rgandirsiz, ammo men birinchi marta aynan shu sahnada uning ichida ozgina ezgulik borligini payqagandim. Polkovnik ham odam degan fikr shaxsan menda faqat shu sahnadan keyin paydo bo'ldi. Ungacha men bu haqida umuman o'ylamaganman. Polkovnik Navi tanasiga o'tganidan keyin uning fe'l atvori ko'proq ochib berildi. U haligacha o'ta yomon ishlar qilyapti, ammo shu bilan birga uning insoniyligi ham endi ko'proq ko'zga tashlanyapti. Asosan bu uning o'g'li bilan bog'liq. Polkovnik o'z o'g'lini juda ko'p vaziyatlarda himoya qilgan va hattoki o'g'li uchun Jek Sullyni ham qo'yib yuborgan. Ikkinchi va uchinchi qismlarda polkovnik juda ko'p marta Jek Sullyni tutib olishi mumkin edi, lekin u har safar o'g'li sababli Jekni qo'ldan chiqargan, qo'yib yuborgan va hattoki Jek Sullyni himoyalagan ham. O'g'liga ziyon yetmasligi uchun albatta. Albatta polkovnik va o'rgimchakni to'liq ota-o'g'il deyish qiyin, chunki Men u emasman. ammo ko'rinib turibdiki, polkovnik bu bolaga mehr qo'ygan, u bilan vaqt o'tkazyapti, gaplashyapti, bolaga hurmat bilan gapiryapti, u uchun xavotir olyapti va uni himoyalayapti. O'rgimchak ham polkovnik haqidagi fikrini o'zgartira boshladi. Oldin juda yomon ko'rgan odamining aslida unchalik yomon emasligini seza boshladi. Ammo shu bilan birga polkovnik qasos olishni ham istaydi. Eslab qoling, qasos bu odamning asosiy motivi. U Aluliya tog'ida o'z jasadini topgan sahna yodingizdami? Kamon o'qiga qaragan paytdagi tovushga e'tibor bering. Eshitdingizmi? Mana shu tovushni har safar polkovnik kamon o'qini ko'rganida eshitish mumkin. Bu polkovnik uchun xavf belgisi va shu bilan birga bu unga qasos haqida eslatib turadi. Ya'ni navilar unga nimalar qilishganligini eslatib turadi. Polkovnik naviylarni o'ziga dushman deb hisoblaydi, lekin buning sababi biz o'ylagandek bo'lib chiqmadi. 3-qismdan spoiler qilishni istamayman, ammo bitta sahnada Jek va polkovnik shisha qafas ichida gaplashib olishadi va polkovnik nega Jekni bunchalik yomon ko'rishni aytadi. U qasos olyapti, lekin o'zi uchun emas, askarlari uchun, naviylar bilan jangda halok bo'lgan odamlar uchun. Polkovnik Jekni sotqin deb hisoblaydi, chunki Jek ilgari polkovnikning ishonchiga kirgandi. Polkovnik unga ishonardi va hattoki uning oyoqlarini
operatsiya qilish uchun pul to'lamoqchi edi. Men o'zimnikilarni xafa qildirib qo'ymayman. Aytgan ishni qil, shunda uyga qaytganingda yana yura boshlaysan. O'z oyoqlaringda. Sen vazifangni bajarib bo'lding. Aytgancha, tez orada oyoqlaring yura boshlaydi. Masala hal bo'lgan. Men so'zimda turaman. Lekin oxirida nima bo'lganligini o'zingiz bilasiz. Albatta Jek to'g'ri ish qilgan. Agar chuqur o'ylab ko'rsak, Jek 100% to'g'ri ish qilgan. Lekin vaziyatga polkovnikning ko'zi bilan qarang. Jek Salli bitta qiz sababli polkovnikni sotdi. Keyinchalik ochiqchasiga qo'shin yig'ib urush boshladi va jangda polkovnikning ko'plab askarlari halok bo'lishdi. Buning ustiga 3-qismda ma'lum bo'ldiki, polkovnikning xotini ham navilari bilan jangda halok bo'lgan. Mana polkovnik nima uchun qasos olyapti? O'zi uchun emas, yo'qotgan odamlari uchun. O'sha birinchi qismda halok bo'lgan qo'shtirnoq ichida yovuz odamlar polkovnik uchun juda yaqin bo'lishgan. Mana shularning hammasini hisobga olgan holda birinchi qismni ko'rganimda endi polkovnik ko'zimga unchalik yomon odamdek tuyulmayapti. Operatsiyamiz davomida iloji boricha kamroq aborigenlar qiriladi. Avval gaz yuboraman. Bu menimcha to'g'ri qaror. Faqatgina Jek Salli qo'shin yig'a boshlaganidan keyingina polkovnik hujum qilishga majbur bo'ldi. Sizlar ham shamol kabi ucha olasizlar va boshqa qavmlarni ham chorlay olasiz. Hoziroq parvoz qilasiz. Men bilan. Shu yerda o'tirgan barchamiz yashashni xohlaymiz. Yovvoyilar hujum qilish uchun birlashishmoqda. Orbitadan olingan suratlar shuni ko'rsatyaptiki, ularning soni bir kunda 100 dan 2000 taga yetdi. Bu hali oxiri emas. Bir haftadan keyin ularning soni 20 ming taga yetadi. Ana o'shanda ularning hujumini to'xtatib qola olmaymiz. Shunday ekan, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. U o'z xizmat vazifasini bajarayotgan odam, o'sha vazifa uchun ko'p marta hayotini xavfga qo'ygan. Bilasizki, Pandora sayyorasida havo odamlar uchun zaharli, ammo polkovnik shoshilinch vaziyatlarda ko'p marta shu havoga niqobsiz chiqqan. Odatda yovuzlar o'zini o'ylashadi, ammo bu odam aniq o'zini o'ylayotgani yo'q. U haddan ziyod ko'p vaziyatlarda hayotini xavfga qo'ygan. Albatta shu bilan birga polkovnik qasos yo'lida o'ta ketgan pastkashliklar qilishi ham mumkin. Yosh bolaga tahdid qilish bu pastkashlik, lekin boshqa tomondan har safar polkovnik ko'ngil bo'shlik qilgani uchun uning askarlari halok bo'lyapti. Birinchi qismda ham agar polkovnik hamma naviy qabilalari bitta joyga to'planishdan oldin hujum qilganida u osongina yutgan bo'lardi. O'tar. Barakalla yigitlar. Bugun hammani mehmon qilaman. Bazaga qaytamiz. O'shanda u ko'ngil bo'shlik qilgani uchun uning do'stlari halok bo'lishdi. O'g'li ham halok bo'lishi mumkin edi, ammo omadi kelib qoldi. Shu sababli endi polkovnik ko'ngil bo'shlik qilmaydi, o'tmishdagi xatosini takrorlay olmaydi va endi u har qanday imkoniyatdan foydalanadi, rahm shafqat qilmasdan. Ammo shunda ham gap uning o'g'liga kelganida, u yana hamma qoidalardan voz kechib qasosni unutishi mumkin. Bunaqa odamni yovuz deyish qiyin. Buning ustiga 3-qismda Jek polkovnikka Pandoraning qanchalik yaxshi joy ekanligini anglashga yordamlashdi. Polkovnik chindan ham bu sayyorani yoqtira boshladi va hattoki bitta naviy ayolni sevib qolganga o'xshadi. Buning ustiga u endi o'zining harbiy formasini kiymasdan naviylarning uslubida kiyinishni boshladi. Ularning madaniyatini hurmat qila boshladi. Bu esa uning asta-sekin Pandoraning go'zalligini anglab yetayotganligini anglatadi. Cameron bu personajni qaysi tomonga yo'naltirayotganligini tushungan bo'lsangiz kerak. Tez orada u qiyin tanlov oldida qoladi. Yer sayyorasi nobud bo'lyapti. Insoniyatni qutqarish uchun Pandora egallanishi kerak. Demak, yo odamlar yo naviylar halok bo'ladi. Bu juda ham Megatronning vaziyati bilan o'xshash. Polkovnik o'z xalqini qutqarish uchun Pandora xalqini yo'q qilishi kerak. Ammo polkovnik Pandora sayyorasi va naviylar madaniyatini ham oz bo'lsa-da yoqtirib qoldi. Endi u yo Megatron kabi o'z sayyorasi uchun jang qilishi kerak, o'lib tirilib, yoki Jek Salli tomonga o'tib o'z olamining yo'q bo'lib ketishiga qo'yib berishi kerak. Polkovnik nimani tanlashini esa Avatar 4 filmida bilib olamiz.
Video so'ngida shuni aytmoqchimanki, Avatar 3 filmi juda zo'r chiqqan. Cameron hikoyani shunday tuzyaptiki, birinchi qismda insoniyatning eng yovuz vakilidek tuyulgan polkovnik endi filmning eng qiziqarli personajlaridan bittasiga aylandi. Dunyo har xil nuqtadan qaraganda har xil ko'rinadi, hammaning ham nuqtai nazari har xil. Avatar filmi shu oddiy fikrni juda chiroyli qilib ko'rsatgan. Shu sababli sizning fikringiz men uchun juda qiziq. Sizning nuqtai nazaringizda polkovnik qanchalik yomon odam yoki boshqacha aytganda u yomonmi o'zi? Shaxsan mening nuqtai nazarimda u unchalik yomon emas va hattoki o'ta fidoyi askar. O'z nuqtai nazaringizni kommentariyaga yozing. Albatta videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.